Oyimiz 7 sotidan iborat. 7 sotikka men bu yilgi 2100 ta ko'chat ekdik. Qaysi chislada ekilgan edi? Qaysi oyda? Biz Sadil aka ozgina qishi bir kuni ham qish deydi, ozgina vaqtli ekishdan qo'rqib 20-fevralda ekdik. Qoyil qoldirgan narsa aka, mana bironta kasallik men sezmadim, sizga rasmini tashab turdim. Keyin ozgina sinovga ekdingiz, bu yil ko'proq ekdingiz. Mamnunmisiz shu sortdan? 664 urug'iga men qo'limni ko'tardim. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga rosa yoqdi, hammaga tavsiya qilaman. O'zim ham mana shundan xudo xolasa ajralmayman aka. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agrar soha mutaxassislari, issiqxona shaydolari. Mana biz bugun Alfa Agro jamoasi Toshkent viloyati Piskent shaharchasida bo'lib turibmiz. Avvalgi videolarimizda sizlarga yaxshi tanish bo'lib qolgan Mirishkor dehqonimiz Kamoliddin akaning issiqxonalarida bu yerda Alfa Agro jamoasining A664 pushti pomidor gibridlari ekilgan bo'lib, hozirda mana shu gibrid holatiga o'zingiz baho berasiz. Gibridlarimiz issiqxonaga 20-fevral kuni ekilgan, ekishga tayyor bo'lgan holati bo'lib turibdi. Mana bugun birinchi terim bo'lmoqda. Mana shu terim ustida biz xirmonga baraka tilashga Kamoliddin akamiz issiqxonalariga keldik. E'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Sadil aka. Yaxshi kelib qoldinglarmi? Rahmat. Shu vaqt bo'ling. Issiqlarda charchamay. Dehqonlar bunaqa hosillarni ko'rganda hech ham charchamasa kerak. Rahmat. Kamoliddin atilab mana shu yuborgan videolaringizni ko'rib turib, shu yerga yo'qlab keldik. Qani o'z ko'zimiz bilan ham bir ko'raylik deb. Lekin orada ko'p marta telefon orqali qilinadigan ishlar to'g'risida savollar bo'lsa, savol javob qilib turdik. O'sha narsalarni aniq bajarganinglarni mana o'zini nimasini ko'rsatib turibdi. Hosillari ko'p, changlatishida, ekilgan nimalarda, agar iloji bo'lsa mana shu narsani boshqa dehqonlarimiz ham o'rtoqlashaylik deb mana shu masalani shu yerga kelgan joyimiz. 7 sotidan iborat. 7 sotikka men bu yilgi 2100 ta ko'chat ekdik. O'tgan yili 3000 ta tixvordim. Orasini 30 santimetrdan 25 dan qilib, hech ham hosil olib bo'lmas ekan. Ko'p ekib, ko'p hosilni umid qilish kerak emas ekan. O'sha ko'rgan. Bu yilga sizni tavsiyangiz bilan orasini 50-55 qilib 2100 ta tub ko'chat ekdik. 20-fevralda ekdik. O'shandan beri siz aytgan bo'yicha changlatish, pelaga chiqib changlatdik. O'tgan yili sepib juda o'ylagan hosil ola olmadik. Bu yil tavsiyalaringiz bilan orasini 50 qilib ekib, mana hosildorlik o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda go'zal. Quyoshga to'yib turibdi. Lekin o'ziga kerakli oziqani bemalol olyapti. O'sha kimlardir o'sha pushti pomidorini ekkanda suv bermaysiz deb tavsiya qilardi. O'sha o'tgan safar ekkaninglarda kelib Jahongir bilan ko'rgandik. Ko'p quruq bo'lib aytardi. Hosili ozgintakkina xuddi biza teri bo'lib buzishga tayyorlangan paykalni ko'rgandek bo'lardik. O'shanda mana yetiladi, o'sha ko'rib muammolaringizni o'rganib chiqib, ichida aylanib yurib, o'sha zich ekkaninglar, suvsiz ushlaganinglar, changlatilganda juda katta xatolar bo'lganini yetib berdik, lekin o'shanga amal qilib mana shunchalik aka-ukalar hammanglar qilibsizlar. Mana hozir men salqinlarga kirib olganim buni ichida maza qilib o'tiribman. O'zidakkina hosillarni ko'rib maza qilyapman. Buni ko'rsatishdan maqsadimiz Kamoliddin o'sha xato ekib qo'yib, kimlarnidir pakallarga aylanib borib ko'ramiz. Boshlanishida zo'r bo'lib turib ichiga o'tsangiz, ichida hech narsa yo'q bo'lib qoladi. Hozir alohida mana o'zimiz ham kirib ichigacha ko'ryapmiz. Hammasi 50-55 ekilgan hisobiga bir xilda solib turibdi. Sabab o'sha bizani o'sha quyoshimiz har bittasini o'sha fotosintezda rivojlantirib, ildizlarini rivojlantirib, hosillarni mo'l bo'lib berganda mana. Endi joy ichkarida o'tirib olsak ko'rinmaydi deb hozir siz bilan o'sha sizni o'sha yutuqlaringizni, xursandchiligingizni boshqalar bilan baham ko'rish uchun shu yerga keldik, o'sha o'rtoqlashish uchun. Rahmat. Kamoliddin sizlarga rahmat. O'sha bitta yetilganda bajaring. Ya'ni inson o'zini daromadini yana ham oshirishni xohlagani uchun o'sha yetilganni bajardinglar. Rahmat. Ko'chatidan pul ekonom bo'ldi, kamroq ekdingiz. Zato buni ichida bemalol baylari sog'lom. Mana shunday ishlasak Alloh baraka beradi. Shu yerda gapingizga bitta anaqa kirgizib ketaman. Mandaqa o'ylaydigan dehqonlar adashmasligi uchun. Ko'p ekib, ko'p hosil olaman deb adashish kerak emas ekan. Kam ekib, ko'p hosil olish mumkin ekan. O'sha kechiginda bitta video qilib tashlab yuboringchi, men dumaloq video ko'raychi deganimda siz tegini qarashingizni ham o'lchab, 3-4tasini ko'rsangiz 50-55 ekilibdi dedi. Buni men ham bilardim, chunki 30 ekilganda bunaqa hosil bermasligini bilaman. Haqiqatan ham mana pelalarga botirdingiz, buni qarang, har bittasida mana hali bularchi endi pishib boshlagani, hali mamtlarda endi. Bo'lmasam 1 2 3 4 5 6 ta 7 ta 6 ta 7 ta bu boshqa ishlarga kerak emas. 8 ta 10 tagacha bor. Semiradi, katta bo'ladi. Mana shularni ko'ryapman. Uzun bo'ldi, hosil ko'pligidan. Taramlarini qarang. Keyin o'sha akangizdan boya so'radilar, ichidagi nimalarini mana shu ana sepkili borga o'xshab turibdi, mana bundoq bo'lib turibdi. O'sha narsalar
berilayotgan oziqani baribir hech kim bitta aytganda zo'r bo'lib ketmaydi. Ekinni sug'arib qo'yib turib, oz miqdorda, men hozir bir qilsam zo'r bo'lib turibdi, yana bitta ko'proq dorini berib zo'r qilaman deb hech kim o'ylash kerak emas. Chunki ekin berilgan oziqani, o'sha tuzlarni ma'lum miqdorida eritmasini o'ziga qabul qila oladi. Kerak. Undan oshiqchasini, misol uchun men bir semirmoqchi bo'lgan donda biz o'sha narsani ko'p bilan berib yuborsak, lup etib tanani ichiga yig'ib oladi. Yoki o'sha azotni ko'p bersak, ichida tomir ko'p bo'lib qoladi. Shu narsa bo'lmasliklarini o'zingiz bilan, mana okangiz bilan telefonlashib yetib turdim yoki o'sha video orqali yettiz chiqargan nimalarimizni ko'rib, o'shandan o'zimizga oldik deb. Baraka toping, mana o'shancha shunchalik hosillaringiz zo'r, ham sog'lom. Endi bu yerda narx-navosi ham yaxshi. Chunki ana 1 kilo, 3 kilo, 2 kilo oldim emas, 5 kilo, 7 kiloni urib qo'ysa bo'ladigan nimaga kelib turibdi. Barakasini bersin. Hozir 3 ta tavsiyangizga bu yilga amal qildik. O'tgan yil amal qilmadik, ozgina xatolik bo'ldi ko'p ekishdan. Birinchi tavsiyangiz, keraklik masofani qildik. Juda natija yaxshi bo'ldi, quyosh yetarli bo'lishi uchun. Ikkinchisi, changlatishni siz aytgan bo'yicha bajardik. Hammasini ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Uchinchisi, suvni yaxshi berish, to'ydirib berish. 3 ta ishga amal qildik, aytganingiz, tavsiyangizga amal qildik. Endi bularni bundan buyog'ida yana ham shirin qilishim kerak deyilganda, o'sha kaliyli yog'itlarni, mana o'zi dorixonalarda dorilarnichi yashili, havo rangi, qizili qilib qo'yib qo'yadi. Yashili ko'chatli paytda ko'chatilib boqib borildi, bo'yi o'sib ketmay pishiq bo'lsin deb, havo rang 25 azot, fosfor, kaliy me'yorda berib boqib borilyapti. Uchinchisi shirin qilib degan narsasi qizil geli bor, qizil oziqali. O'shana, ya'ni o'sha qizilida kaliy yog'it ko'p. Endi bularga shirin bo'lishi uchun o'sha qizilidan bosish kerak. Almashlab. Chunki biz faqat qizilga o'tmasak, buni ishlab berib olgan bo'lamiz, hali mamlaktdagi jonivorlar katta bo'lish kerak. 25lik yo 20lik NPK ni berib borasizlarda orada bitta uni yoki ustidan o'sha super kaliy ko'p, tarkibida magniysi bor. 3%, 5%lik magniylar o'sha tuzni tez eritib hazm qildirib beradi. Shunda o'sha donlaringiz shirin bo'ladi. Ham uzib qo'ysangiz ham uzoq vaqt chidamli bo'lib turadi. Tushundim. Ani achib qoldi yo ichida tomiri ko'p bo'lmaydi. Mana anitda ham ko'rdik. Tomiri qattiqligiga ham ishlov beradi. Xuddi shunaqa. Tez achib qolmaydi pomidor. Ana shu narsalar bor. Ya'ni azotli narsalar katta qilishiga juda ham kerak. Ba'zilar telefon qilib so'rab qoladi. Oka deydi, men menimcha nima qilgandan keyin, ariqdan suv bergandan keyin bodrinimmi yoki pomidorimmi o'suvchi nuqtasi yo'q bo'lib qolyapti deydi. Yoniga tarvaqaylab ketgan. Ayting ularda nima bo'lgan? Men hali uni ko'rmaganman. Ularni ishlash prinsipida yerga sog'atganda o'sha kerakli miqdorini solishdan 2-3 barobar ko'p berib qo'yadi, o'sha kaliy bilan fosforni. O'sha ildizlar o'shanga borib bukib yegandan keyin uchi yo'q bo'lib qoladi. Ya'ni azot yo'q bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni har bir dorini o'zini ishlashga xususiyatiga ega, o'zi bajaradigan ishi bor. O'ta silitrasiz, azotsiz ham ekin bo'la olmaydi, o'suvchi nuqtani yo'qotib qo'yadi. Bu yerda o'sha me'yorida nima uchun 20 3-20lik yo'q 3-18lik mikroelement bilan deyishimiz sababi ham shundan. Mana natija hamma aytganingizni me'yoridan oshirmasdan berganimiz shu holga keldi. Endi qarang, kipriklarining orasida, anu sep qo'yganlarning orasida mamlatida hali shunday donni mashidada sariq guli bo'ladi. Shuni so'rayman, sariq guli turibdimi, turibdi deydi. Mana adashib qatdi bo'ladi. U sariq gul nima kerak bor bizning kiprik deydi. Mana uchiga chiqib, mana chiroyli don bo'lar ekan u. Ha? O'sha changlatilganda mashi oziqani tana bilan sepib emasdan, mana mashitdan o'ziga, mana shu yerdan faqat doniga beryapti. Bizga shu kerak edi. Mana bu bergan vaqtimizni doniga bersin, o'sha donlarni. Ertaga mana bilan terishni boshlansa, pastidagilar yana yuqoriga kuchayib boraveradi. Ora-orada shu boya aytganimdek, bo'ldi, meniki pishib boshladi, endi boqmayman deyish kerak emas. Bu yoni boqaverilsa, o tepalar ham mana hammasi ko'ryapsizmi? Mana hammasida don turibdi. Shular ham kattalash kerak. Orqangizda. Sizlarga baraka bersin. Misol uchun mana shunchalik bo'layotganlarni o'sha botirishda gap kattaligi juda ham kerakli. Bir xil sepsa, ikkitasini sepib turib keyin vaqtini o'tkazib yuborib, ko'zi yumilgandan keyin sepaymi, sepmaymi yoki bu natijani ko'ray deb oldin to'g'ri gapingizda bo'ldim. Oldin ozgina erinib sepish ko'proq qulayligi uchun sepilardi. O'g'illarimga yordam qilardi. Bu yil aytganingizni qilaychi, qanaqa natija berar ekan dedim. A'lo ekan, natija baribir tiqishda, suv vaqtida berishda, ayamay berishda, to'ydirib berishda gap ko'p ekan. Ko'pchilik dehqonlar hozir shu sizga aytgan narsalarni aytib borishyapti. Kunda telefonlar ko'p bo'ladi. O'shanda aytishadiki, biza yoshligimizda issiqxonamiz kichkinaroq edi. Otam gulini piyolada botirtirardilar deydi. Keyin biz sepishga o'tdik. Parligimiz katta bo'lgandan keyin issiqxonamiz sepishga o'tdik. Natija o'sha deydi. Ya'ni kam hosil. Keyin
siz botirib ko'ring shu narsalarni, o'sha ota boboyingiz qilgan ishni qilavering, o'sha paytida baraka topgan narsa etsam, o'shalar qo'ng'iroq qilib to'g'ri ekan. Mana isboti. Ha, mana shunaqa bo'lar ekan deyishyapti. Mani maqsadim o'sha unutib qo'yayotgan narsalarni yoritib berish. O'sha qatida changlatishdami, rosa boqdim, hamma narsani beryapman-u, hosili bo'lmayapti yoki tasavvur qiling 6 ta bunaqa emasda, shuni hamma qolganlarini doni 2 tagada keragidan me'yordan ortiq taraqaylab ketgan. U kerak emas bizga. Mana shunaqa chiroyli hosil bersa, kipriklarni qarang. O'sha botirganni hisobiga mana kipriklar necha santimetr chiqadi? Ko'rdingizmi? 3,5-4. Ha, quvvatni masjidga beryapti-da, kiprigi ham qattiq. Ko'ryapsizmi? Mana qalin. 3 santimetr oshiq. Sepilganda badani bilan qo'shib baylariga sepilsa, baylar sepganimda bunaqa natija olmaganman. Olmas deylar. U ko'rgan edim. Olmaganman. Mana baraka topinglar. Qaysi chislarda ekilgan edi? Qaysi oyda? Bizda Sadil aka ozgina qishi bir kuni ham qish deydi, ozgina vaqtli ekishdan qo'rqib 20-fevralda ekdik. O'zi rejamiz 25-yanvarlarda edi, ozgina ko'chat ham kechikib 20-fevralda ekildi. Zo'r paytiga ekildi. Keyin tezroq pishishi uchun sizni maslahatingiz bilan 7 da to'xtatardik har yili, bu yil 6-bo'g'inda to'xtatdik. 6-si hammasi doni bor. Ana ularda 8-si ana gullab turibdi. Xudo xolasa buni navi Pink A664. 664. Barakasini bersin. Ham shirin pomidori, rangi ham shu maliniy svet. Hali bundan hali ko'rasizlar. Bo'lsin iloyim. Ya'ni shu yutuqlarga erishib, yana bir narsa qoraman deb ogohlantirib qo'yib, ortiqcha dorilarni berib, kuydirib biror narsa qilib qo'ymanglar. Shunaqalarni ham ko'raman. Voy zo'r bo'lyapti ekan, endi men buni qilsam, bundoq bo'lardi deb kerakdan ortiq. Qanday olib ketayotgan bo'lsangiz, shunday olib boringlar. Keyin odamda bitta narsa bor-da, agar o'tgan yili berib yuborgan pomidoringizni yeb ko'rib, agar bu pomidor yoqmaganda men bu pomidor oldiga yaqinlashmasdim. Endi shunaqa shirinki, mana hali olib chiqib yeb ko'rasizlar. Xudo xolasa osh bo'yatda, osh bilan yeb ko'ramiz. Rahmat bu narsa. Meni qoyil qoldirgan narsa aka, bironta kasallik men sezmadim, sizga rasmini tashab turdim. Mazasi, kasallikka chidamligi, ushlashini qarang. Hozir nechtasini boshqatdan boylab chiqdik yuki ko'pligidan. Ko'z bilan ko'rsangiz, xovani tuzilganlarini ham ko'rdim. Yiqilganda bildim sezdim uzilib tushganini. Bunaqa hosilli, bunaqa og'irligi bu issiqxonamiz arang ushlab turibdi hosildorligi ko'pligidan. Xudo xolasa barakasini bersin hamma dehqonlarga. Kamoliddin, mana hali bu endi boshlanishi, endi teri bir-ikki qo'l tegilgan bo'lsa, hali dallanishi bu narsalarni hosillarini olganingizda o'zingiz fikrlaringiz bu to'g'risida qanaqa fikrlaringiz bor? Endi hali bu sotiladi-yu, ana o'shanda haqiqiy fikrlar chiqsa kerak. Xudo xolasa. Biz mana bu yerda o'tirib hosilni ko'rib turibmiz. Xudo xolasa. Odamlar yeganida sizga bo'lgan o'sha nimasi, mana shu sort shunaqa ekan deb tavsiya qilganda, Alloh nasib qilsa yana bizga yetib borarsiz. Xudo xolasa. Qanaqa bo'layotganini, shuni yana ekishsinmi yo'qmi, odamlarga nima tavsiya berasiz? Hozirgi kungacha mana o'tgan yili ozgina sinovga ekdingiz, bu yil ko'proq ekdingiz. Mamnunmisiz shu sortdan? Bu sortdan rosa xursandman. Kompyuterda o'zimga mos sort qidirardim aka. Mos o'zimga yoqadigan natijani qidirardim. O'zimda shu natija bo'lganligiga 664 urug'iga men qo'limni ko'tardim. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga rosa yoqdi, hammaga tavsiya qilaman. O'zim ham mana shundan xudo xolasa ajralmayman aka. Eksin. Bundan shirinligi o'shanga o'tveradi. Shirinligi, kasallikka chidamliligi. Aytgan ishini qilib berdim, aytgan natijamni oldim. Sizni xizmatlaringiz bu ishda katta aka. Rahmat, mayli shu duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. O'sha hoji onalar duo qilishsin, bizlar shu qilayotgan ishlarda ozgina bo'lsa ham dehqonlarga yordam qilib bizni Jahongir bilan birgalikda duo qilib turishsin, mana shu ishlarimiz yana rivojlanib davom etaversin. Bu gibrid kasalliklarga chidamligiga men tan berdim. Mayli, Xudo barakali qilsin ishlaringizga, Alloh baraka bersin. Charchamanglar, yaxshi yana kutamiz, Xudo xolasa. Nasib qilsin. Shunaqa sizga o'xshagan yaxshi dehqonlarnikiga borib shu navlarni ko'rsatib yurish nasib qilsin. Boshqa sortlarda ham. Yana bir dehqonlarga ko'rsatasiz, 4 oylik, 5 oylik holatlarda qanaqa kasalliklarga chidamliligini nasib qilsin, shunaqa qilamiz. Baquvvatliligini Xudo xolasa. Keyin yana. Amin. Rahmat. Rahmat sizga Kamoliddin. Barakali bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling.